Bu uy meni cho'ng otamni otasidan qolgan. G'idati 250-300 yildan beri yashab kelganmiz. 6-yili 18-avgust payshanba kuni qaytish qilgan. Meros qatori menga qolgan. 2010-yili iyun oyida but bellar o'rtalib ketdi. Mana shu oldingi biz yashagan uyga bizni uyimiz mana bu 2010-yili mana shunday bo'lib o'rtanib prosta quruq yer bo'lib qolgan. Uyni qayta vasanavet etib mana hozir shu ko'rinishda uylarimizni qilib yashab kelyapmiz. 2019-yili noyabr oyida bu odam meni yerlarim qalb suylab bütün fiktivniy dokumentlarni qilib avgust oyida 4 yil bo'ladi. Shu biz huquqimizni himoya qilib bizda mana qizil kitoblar bor. Davlat bergan. Endi bu shirda qilib bizni haqiqiy huquqimiz, qizil kitoblarimiz bo'la turib, bizga naqlatga qilib, u qayerdandir qalblarni gapirib, meni yerimga bu odamlar kelib qolgan deb o'shanday qilib bizga do'matlarni qilyapti.